Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Tağrıtaq to'rining 13-yildagi xabarda aytilishicha, atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonluq partikom yaqinda maxsus uqtirish taqib, partiya markaziy komitetining yangi davrdagi Şinjanni idora qilish strategiyasini tېخىمۇ cho'nqur yiltiz tartqizish lozim deb ko'rsatgan. Mazkur strategiyaning markaziy nuqtasi izchil atalmış ijtimoiy muqimlik va uzoq mazgillik amillik bo'lib kelganligi ma'lum. Xabarda aytilishicha, Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yillik xotirasida Shi Jinpingning so'zlagan so'zini o'rganish iyul oyida qanot yaydirilmoqchi bo'lgan partiya stilini paklash tashviqot ediki muhim mazmunlarning biri ekan. Bu harakatning dastlabki natijasi sifatida Turpan, Xotan qatorliq joylarda atalmış partiya intizomi xiloflik qilgan degan ayb bilan bir turkum rahbariy kadrlar qo'litilgan. Ularning g'ulash ahvoli bo'lsa, shu joylarda har qaysi partiyalik kadrlar qo'yib berilgan saqchi ibrat filmlarda e'tiqodini yo'qotgan kadrlar, oshko'zlikka berilgan chivillar degandek nomlarda bayon qilingan. Xitoy hukumatining bu xildagi harakatlari hamda uni cho'nqur yildiz tartqizish to'g'risidagi davronlarni muhojiratga Uyg'ur analizchilar navbatdagi siyosiy vaziyatning tېخىمۇ qattiq yo'nalishga qarab mangadiganligining bishorati dedi. Yevropa İttipaقı 13-yil maxsus nizomnoma e'lon qilib, Yevropa İttipaqiga a'zo davlatlarning tashqi savdo ishlaridagi ta'minot zanjirining majburiy emgak chetilmasligida bir muhim qadam olgan. Yevropa İttipaqining to'r betida e'lon qilingan mazkur nizomnomada har qaysi davlatlar import ishlariga doir barliq ta'minot zanjirining xalqarалық o'lchamdagi mos holda har qanday shakldagi majburiy emgakdan xoli bo'lishiga kepillik qilishi. Nizomnoma har qaysi shirkatlarni majburiy emgakka doir ta'minot zanjiridan saqlanishda unumli ko'rsatkich bilan ta'min etadiganligi bildirilgan. Yevropa İttipaقı Soda komitetining raisi Valdis Dombrovskiy bu vaqtda so'z qilib, dunyoda majburiy emgakka o'rin yo'q. Bu sohadagi haqlar dafsandichilikni eng to'van chekka tushirish uchun mushu nizomnomani e'lon qildik degan. Garchi mazkur nizomnomada majburiy emgakning qayerda qo'llanayotganligi aytilmagan bo'lsa-mu, yaqinqi mezgillarda Xitoy hukumatining Sherqiy Türkistonda zo'r ko'lamlik majburiy emgak sistemasi barpo qilib chiqqanligi ma'lum. Shunga ba'zilar bu yangi nizomnomaning asosidagi Xitoy hukumatiga qarata tatbiqlanganligini olg'a surmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan Germaniya bosh ministri Angela Merkel 5-yil kuni Xitoy raisi Shi Jinping bilan ekran suhbati o'tkazib, Uyg'ur majburiy emgak masalasini o'z ichiga olgan bir qator masalalarni so'zlashgan. Fransiya prezidenti mahkamasining oshkorlashicha, Macron bilan Merkelning har ikkilisi Xitoy kishilik huquq masalasini o'tirib qo'ygan. Shundaqla majburiy emgakka qarshi turish talablarini qayta ta'kidlagan. O'tgan oyda Angliyada chaqirilgan G7 davlatlarining boshliqlar yig'inida Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini xalqaro ta'minot zanjiridan tozalash qaror qilingan edi. Fransiya, Germaniya rahbarlari Shi Jinping bilan ko'mirkon elektr stansiyalarini mablag' bilan ta'minlashga xotima berish, savdo masalasida Yevropaning Xitoy savdo bozoriga kirish va adil raqobat talablarini muzokara qilgan. Bu suhbat Shi Jinping Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini tabriklash faoliyatida Xitoyning mustamlikachilik va xo'rlik xotimi berib, cho'ng davlatga aylanishning keyinga qaytarg'ili bo'lmaydigan musob ekanligini jakarlab orqadan o'tkazilgan. Bayden hükümeti 13-yil kuni Sherqiy Türkistan tәминләш зәнҗире soda ogohlantirishini yangilab, Xitoy Kompartiyasining Sherqiy Türkistanda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini aniq ko'rsatib, Amérika shirkatlarini Sherqiy Türkistonga aloqador ta'minlash zanjiri, egilik tiklash yoki mablag' solish turlaridan chekinishga chaqirgan. Agar ular chekinishni xohlamay davomli o'zlari bilganini qilsa, munosabatli qonunni xiloflik qilish xavfining yuqori ekanligini hamda og'ir jazolanadiganligini bildirgan. Amérika Davlat ishlari mahkamasi, Moliya ministrligi, Sooda ministrligi, Davlat bexatarlik ministrligi, Sooda vakili ishxonasi va Amgak ministrligi 13-yil kuni Sherqiy Türkistan ta'minlash zanjiri soda ogohlantirishining yangilangan nusxasini e'lon qilib, Sherqiy Türkistonga chetishlik ta'minlash zanjiri va mablag' solishga munosabatli shirkatlarning duch keladigan xatarlar, jumladan Amerika qonunini xiloflik qilish bilan eskartgan. O'tgan yil iyul oyida tunji qatim tarqatilgan ogohlantirish nusxasiga solishtirganda, sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo va hozirgi davlat ishlari kotibi Antony Blinken Xitoy Kompartiyasining Sherqiy Türkistonda Uyg'ur va boshqa millatlar ustidan irqiy qirg'inchilik epag'aligini orqa-orqadan bekitgandan keyin 13-yil kuni yangilangan ogohlantirishda tunji qatim munosabatlik so'z iboralar qo'shilgan. Yangilangan soda ogohlantirishida Xitoy hukumatining Sherqiy Türkistandagi Uyg'ur va boshqa millatlarga davomli irqiy qirg'inchilik qilayotganligi, turmaga solash, xo'rlash, jinsiy tajovuzchilik, tug'ut cheklash, ziyonkashlik qilish, majburiy emgak va diniy e'tiqodiga buzg'unchilik qilish va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni davomli sodir qilganligini, diniy erkinlik, so'z harakati erkinligini qattiq cheklaganligini ta'kidlab, Sherqiy Türkistandagi rayon, mashg'ulot, ta'minlash zanjiri, emgak kuchi bilan yoshirin aloqasi bor yoki munosabati bor korxona va shaxslarning Sherqiy Türkistonda bo'layotgan kishilik huquq tafsandichiligiga chetishlik o'rin yoki shaxslar bilan bo'lgan muomalada soda ishonchisiga,
iqtisodiy va qonuniy xatarlarni olib keldiganligini bildirgan. Yangilangan ta'minlash zanjiri savdo ogohlantirishida dehqonchilik, yonfon sanoati, paxta mahsulotlari, shakar sanoati, to'qimachilik sanoati, qurilish sanoati, elektronlik mahsulot qarashtirish, sun'iy chash qatorliq majburiyat emgaki deb qaralgan 20 cho'ng kasb ko'rsatilgan bo'lib, tizimlikning to'liq emasligini, tilga ilingan sohadagi barliq mahsulotlarning majburiy emgak chetildiganligidan derak bermaydiganligini eskartib, Xitoyning Sherqiy Türkistandiki harakatiga taqobil turish uchun Amérikaning nurg'un harakat qo'llanganligi, masalan 12 Xitoy shirkatining vaqtliq tutib turish tizimligiga, 65 Xitoy o'rinlari yoki shirkatlari eksportni kontrol qiladigan o'rinlar tizimligiga kirgizilganligini, Xitoyning ikki hukumat organi va Sherqiy Türkistanning sobiq va hozirgi 8 amaldorlarining iqtisodiy jazoga uchraganligini bildirgan. Shuning bilan Blinken 13-iyul birli vaqtda bayonot e'lon qilib, Amérika hukumatining umumiy tirishchanligi va xususiy tarmoqlar, ittifoqdoshlar bilan quyuq hamkorlik o'rnatish orqali Xitoyning vahshiyligi va boshqa kishilik huquq tafsirlanishligiga mas'ul bo'lishni davomli ilgari suradiganligini ta'kidlagan. Harbiy o'zgarish bilan taxtdan tushirilib tutqun qilingan Birmaning rahbari va tashqi ishlar ministri Aung San Suu Kyi ustidan 4 yangi cheriklik delosi turg'izildi. Birma Now gazetining ziyoratini qabul qilgan advokatlar Aung San Suu Kyi va tutqun qilingan bir qancha hukumat mas'ullari ustidan Mandalay Oliy mahkamasiga cheriklik delosi iltimoslarining avatilganligini bildirdi. Advokatlar cheriklik delosining ikkisining Aung San Suu Kyi, qolgan ikkisining Aung San Suu Kyi bilan boshqa hukumat mas'ullari ustidan turg'izilganligini bildirib, delo mazmunlarining hozircha aniq emasligini eskartgan. Advokatlar Aung San Suu Kyining 22-iyul Mandalay Oliy sud mahkamasiga chiqarilganligini qayd qilgan. 2021-yil 1-fevraldan hozirgacha tutib turilayotgan Aung San Suu Kyi, Nepido va Yangon sud mahkamalarida o'zining nomiga pul qo'yish, xalqni ig'vogarchilik harakatlariga chaqirish, davlat sirlari qonuniga xiloflik qilish, import-eksport qonunlariga xiloflik qilish, telegraf qonuni va davlat ofat qonunlariga qarshi chiqish bilan ayblangan. Nepido harbiy sudi Aung San Suu Kyining sudlanishini avgust oyigacha oxirlashtirishni plan qilmoqda. Aung San Suu Kyi ustidagi barliq ayblashlar qabul qilingan ahvolda 39 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin ekan. Kubada keng ko'lamli namoyishchilar kompartiyaning oxirlashini talab qilgandan keyin Kuba doiralari ba'zi shaharlarda internet torlarini o'zgan. Kubaning birdan-bir davlat boshqarishidagi internet mulozimati bilan ta'minlovchining ko'rsatishicha, Xitoy kompartiyasining texnikalik sistemasidan foydalanib, Kubaning internet torini kontrol qilib to'sqinlik qilgan. Hamda Kuba xalqining tashqi aloqasini butunlay uzgan. Internet iz qo'g'lash tashkiloti e'lon qilgan nazorat sonliq ma'lumotlar qaraganda, Kuba davlat boshqarishidagi internet bilan ta'minlovchi 12-iyuldan boshlab Kubadagi ijtimoiy taratqular, ya'ni Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram qatorliqlarning ishlatilishini cheklagan. Birlashma Agentlikning xabarida Kubaning internet torining to'xtatilishi mustabid hokimiyatning o'xshamagan fikrini bostirishda qo'llaniladigan o'rtaq usuli. Amérika Federatsiya Kengash palata a'zosi Robiya 11-iyul Twitterda mo'ljallanishcha Kuba hokimiyati qisqa vaqt ichida internet va telefon mulozimatini to'sadi. Ular Kubaning internet torini kontrol qilish va to'sish uchun Xitoyda yasalgan, setilgan va o'rnatilgan sistemani ishlatgan degan. Hozir Kubadagi birdan-bir telegraf tori mulozimati bilan ta'minlaydigan Etixsa shirkatining Huawei, Tiplik va Chongshindan iborat 3 cho'ng texnika bilan ta'minlovchisi bor. Ularning hammasi Xitoydan kelgan. Xalqaro foyda olmaydigan tashkilot urush va tinchlik doklad qilish tadqiqot o'rni 2020-yil dekabr oyida doklad e'lon qilib, Xitoy armiyasining orqa ko'rinishi bo'lgan Huawei va Chongshinning Kuba hukumatining to'g'ridagi kishilarni nazorat qilish va tekshirishiga yordam berganligini oshkorlagan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.